Salom hammaga, men Mikmak va bugun men sizlarga menga Naruto'dagi eng yoqadigan personajlarni aytib beraman. Siz ham Naruto'dagi eng yoqtiradigan personajingizni yozib keting. 5-o'rin Pain. Menimcha Pain Naruto'ning birinchi kuchli raqibi, shuning uchun esimda qolib ketgan va u endi animeda chiqqanda sirliligi bilan yoqqan. Oxirgacha Pain kimligini bilmaysan, Nagatomi yo Yahikomi. Va Rinnegan birinchi marta animeda Painda paydo bo'lgan va Rinneganning qanaqa qobiliyatlarga egaligi menga qiziq bo'lgan. Va u Konohani qanday qilib yo'q qilgani ko'p yillar esimda qolsa kerak. Endi esa 4-o'ringa o'tamiz. Namikaze Minato. To'g'risini aytaman, u menga faqat bittagina fight uchun yoqadi. Ya'ni Obitoga qarshi jangi. U bu jangda qanaqa IQ ko'rsatgan. Obitoning Kamui texnikasini qanday ishlashini 10 sekundda topadi. 9 dumlini bombasini boshqa yerga teleport qiladi. Hakage plashini kiyishchi. Oy. Obito Rasengan bilan urgani haqida alohida manga yozsa bo'ladi deb o'ylayman. Endi esa 3-o'rin Hidan. Hidanni menga hamma narsasi yoqadi. Dizayni, xarakteri, qurolichi Sirp animelarda kamdan kam uchraydigan qurol. Raqibini o'ldirayotganda qanaqa kayf qiladi, uni ko'rib sen ham kayf qilasan. Lekin keyin kallangga kelib qoladi. Bu yaxshi personajni o'ldiryapti-ku deb. Sirpdagi raqibining qonini yalashish. Naruto ko'rayotgan qizlarni chijoy chekganda yuzini tasavvur qilyapman. 2-o'rin Obito Uchiha. U haqida ko'p gapirsa bo'ladi. Birinchidan sirliligi hamma uchun, lekin men uchun emas. Chunki men Tobi animedan chiqishidan oldin maskani ortida Obitoligini bilardim. Qayerdan bilarding deb so'rasanglar, editlarida deb. Shuning uchun men uchun Obitoning hech qanaqa sirli joyi yo'q edi. Ammo bitta menga yoqmaydigan joyi bor. 12 yoshli qizchani deb 4-jahon urushini boshlash seryozni? 12 yoshli qizchani deb 80 mingta shinobi o'lib ketgan. Mayli kichkinaligingda sevgandirsan, lekin 33 yoshingda 12 yoshli qizni sevish, cheksiz Tsukuyomi'da Obito Rimlar nima qilmoqchi edi, miyamga sig'dira olmayman. Uzr so'rayman. Endi esa meni sevimli personajim Madara Uchiha. Bir o'zi hamma shinobilar, Naruto, Sasuke, hamma Hakage, hamma Kage 9 ta dumlilarga qo'lsiz bitta Rinnegan bilan chiqib g'alaba qozongan. Xarakteri, dizaynichi, samuraylar branyasi, sochi esa alohida mavzu. Undan minus topa olmayman. Uni daji hech kim yuta olmagan ham, prosta syujetga kerak bo'lmay qolgan. Qarochi Madaraning qanaqa zo'rligini so'z bilan tushuntirib bo'lmaydi. Animeni ko'rgan biladi. Itachi fagla yozishi mumkin, bla bla bla, Itachi qani, Itachi eng zo'r personaj, Madarani ko'zini yumib bitadi. Unaqa odamlarga javob ham bermayman. Men eng yoqtirmaydigan personajlarimdan biri. Kuchi esa 0, chakra sekundda tugaydi. Mangokuni 2 marta ishlatgandan keyin komaga ketadi. Bu video faqat va faqat meni fikrim edi. Kommentariyaga o'zingni eng yaxshi ko'rgan personajni yozib ket. Menga seni fikringni o'qish qiziq bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa like va podpiska bosib qo'y, yoqmagan bo'lsa ham bosib qo'y. Shu bilan video tugadi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.